chuqur toza yo'lda kelyapti. 2 soatdan keyin kirib keladi biz shtatimizga. Bo'ldi, oladiganim uchun uyda chiqdi o'ziga bemalol borib kelib bo'lsa bo'ladi. Yaxshi savol. Hozir 2 soatdan keyin istoriya qo'yaman. Akam charchamagan bo'lsalar, ana shu kishi 3 yil ichida O'zbekistonga 1 oy ichida 2 martami borib keldilar. 2 oyda, 1 oy demang. 2 oyda 2 marta borib keldilar O'zbekistonga. Bemalol borib kelyaptilar. Ha, qo'yib yuboring. Qo'ygingiz kelsa. Qo'yib yuboring. Men mana shunaqa narsalarga vaqtim bo'lmayapti-da. O'zim ham qo'yardim. Qo'yib yuboring. Mana shu yerda biz ana qolamiz. Senga qo'yib qo'ymayapman yo'liga. Xo'sh. Mana mayonezlar, smetana deyman. Mayonez. Mana u ham o'sha narxda ekan. Keyin narxi mana 591 mmligi $6. Mayonezga. Bu yerda mana tasvirdagisi bor. Bu emas, o'sha. Mana o'sha. Nechiga 887 mmligi ham $6. Biz nima qilamiz? Buni solishtiramiz. Bir xilmi? Rio mayonez. Bir xil. Mana shuni olamiz. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Bo'ldi. Oldik. Endi halol magazinga boramiz. Sizlarga halol magazinni ko'rsatayman. Halol magazinda nimalar bor desanglar, halol magazinni ham ko'rsatib ketaman. O'zbek magazini yo'q xolos bizda. Men yashaydigan shtatda, shaharda o'zbeklar yo'q. O'shaning uchun o'zbek narsalari juda kam bu yerda. Top nechida turadi universitetingiz? Universitetim top nechida turadi ya rostdan ham hozir? Telefonni qo'yamizda endi ikkita qo'lni buzmasak odamlar orqada qolib ketyapti. Xo'p, universitetim Amerika bo'yicha top 60 talikka kiradi. Amerikada. Dunyo bo'yicha top 250 talikda ekan. Dunyo bo'yicha programmamiz Amerikada top 30 talikda turadi. Tushundingizmi? Bu yerda top deganda hamma tomonni hisobga olish kerak. Programmani hisobga olinadi, o'qiyotgan kollejimni hisobga olinadi va men polni universitet hisobga olinadi. Agar polni universitetimni hisobga olib aytadigan bo'lsak, ochimda agar universitetimni hisobga olib aytadigan bo'lsak, universitetimni o'zi top 250 talikda turadi. O'sha poysan quantisi turadi. O'sha joyda shunaqa. Bizga qo'yamiz endi. Sizlarga narxini hisoblab turinglar, oxirida aytasizlar. Arzonroqdan boshlaylik. Uch marta ko'rdik. Buni olib, ketiga qo'yib turamiz. Hammasini pul to'laymiz. Tuxumimiz 8,787 dan chiqdi. Yomon tomoni I scanned it twice. All good? Yeah. Thank you. Ustiga buni soliq ham tushib qoladi. Ularning ustiga soliq ham tushib qoladi, tax. Shularni olgan bodringimiz tagi yirtiq ekan. Bo'ladi. Hozir mashina o'zigacha $23 bo'ldi. Qo'lamiz, ikkita olyapmiz. Shunisiga qursamiz.
guruch shunaqaniki bu. Qaysi davlatnikini bilmayman, lekin basmati. Mana shu zo'r guruch bor. Koreyaga borganimda yoqmasdi mana shu guruch boshida. Keyin yoqib ketdi. Piyoz ham bilan onasidan rosa qimmatga tushdi. $4 bo'lib ketdi piyoz. Pomidorni kilolab olamiz buni. Mana bu yerdan qidiramiz pomidorni. Tomato, romalik. $2, $1,5 bo'libdi. Bananni ham taroziga tortamiz. Mana shu o'zida tarozisi bor mashinada. $2 bo'libdi banan. Bu yerda qimmati uzun bo'ladi hozir. Uzun $5,5 mana shunisi. İki xil brenddan olganman. Bittasi $5,5, bittasi $2,5 ekan. $9 ga tushdi. Uzun. Olamiz. Ham oldik. Endi mana pastdagi naqamiz bor edi-ku. Suvni olib o'tirish shart emas, bundoq turib kit qilamiz, mana tushdi. Narxini ko'rib turibsizlar, mana $58. $1.55 anaqa to'layapman. Nima deydi? Tax to'layman, soliq to'layman. Kartamizni olamiz va qo'yamiz. Yo'q, bu Walmart bu. Cashback bizga kerak emas. $58 ga tushdi mana. Bo'ldi. O't. Bekor bozor emas. Mana buni chiqarib olishimiz kerak, print qilib, chunki bu eshik tagidan turgan amakilar tekshiradi. Bu yerga baho qo'yasizmi deyapti, baho qo'ymaymiz ularga. Buni u oldik, mana to'ladik, qo'limizga olamiz chekka. Chiqib ketayotganda uni amaki, musulmon amakilar o'zimizdanlar. Mana shu hammasi $59 bo'ldi. Ismlari Abdul ekan, ismlari. Assalomu alaykum. Ismlari Abdul